Assalomu alaykum. Tush ta'biri kanalimizga xush kelibsiz. Tushda qo'l va yuzni yuvmoq. Ibn Sirin aytadiki, tushida qo'l va yuzini tiniq suv bilan yuvganini ko'rsa, g'amdan qutulishga, agar bemor bo'lsa, shifo topishga, qarzdor bo'lsa, qarzdan qutulishga dalildir. Tushida qo'l yuzini yuvmay namoz o'qiyotganini ko'rsa, dinining zaif bo'lishiga va qo'lidagi molining ketishiga dalildir. Jobir Mag'ribiy aytadiki, tushida ikki qo'li bilan yuzini yuvayotganini ko'rsa, do'stlaridan yordam so'rashiga dalildir. Tushida qo'l yuzlarini yuvayotganini, yel kelib tahoratni sindirganini ko'rsa, kasbi korida baraka ketishiga, ehtiyot bo'lishiga dalildir. Agar yel kelib boshqatdan yuzu qo'lini yuvganini va namoz o'qiyotganini ko'rsa, bemor bo'lishiga, oxirida tuzalishiga dalildir. Jafar Sodiq aytadiki, tushida birov uning yuzu qo'llarini yuvayotganini va u oxirigacha chidab turganini ko'rsa, murodi hosil bo'lishiga dalildir. O'ylaymanki, ushbu tush ta'birlarni bilishga qiziqqan har qanday inson uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni, izoh yozib qoldirishni esdan chiqarmang. Rahmat.